Akalar, assalomu alaykum. Sizlarga mana bunaqa go'zal chiroyli pichoqlardan ko'rsatamiz. Bu yerda hozir 3 ta, 6 ta, bari 10 ta chiroyli pichoq tayyorlab qo'yganmiz. Ko'rishinglar mumkin. Mana bu yerda echkiligi ham bor. Echki do'stlarga jo'natib beramiz. Gulvatlari bronzadan ishlangan. Umuman qorayib qolmaydi, xudo xolasa. Bu reaksiyalarni bitta sinab ko'ramiz akalar sizlarga. Kesishlari behijolat, juda ham keskir holatda qilib ishlaganmiz pichoqlarni. Bu pichoqlar kesmaydi, suvini deyapti. Mana kesishni sinab berdik sizlarga. Ikkita xeshniki bor. Xeshnik kamerani yaqinroq olib keling do'stim. Fasonlari juda ham bir o'zgacha, ular sovg'abob, o'zlaringizga ishlatganini olaman desanglar ham juda ham go'zal. Menga ichida eng yoqqani mana bunisi bo'ldi, o'zimga yoqqani. Ruchkalari koreyskiy beryozadan. Tig'lari umuman zaylab qorayib bo'lmaydi akalar. 3 dona kukrisini ham tayyorlab qo'yganmiz. Kukriga qiziqadiganlar bo'lsa, Kremlning kinosidagi ruchkalari koreyskiy beryoza bulardi ham. Gulvantlari laton bronzadan. Bitta ko'rib baho berib akalar, fikrlaringizni yozib ketinglar. Fikrlaringiz juda ham muhim. Mana bunisi kiyik. Bunisi echki. Qaysi fasoni kerak bo'lsa, bemalol mirzo qilishingiz mumkin.